o'zimga bitta zo'r ko'zoynak sotib oldim. Silka orqali o'tsam, to'lovini bersam, bir zumda dostavka qilib berishadi. Ana shunaqa. Iye, qayerdan sotib olding? Kuni bilan uyda o'tirgan bo'lsang, hech qayerga chiqmagan bo'lsang. Iye, siz bilmaysiz. Jim o'tirsangiz bo'lardi. Alo, eshitaman. Ha, hozir buni o'tkazaman. Ha, nima deysizlar? Ha, bo'ldi. Telefonni o'chiring buvijon. To'xta, kodni jo'natmoqchi edim-ku. Bular sizni aldashyapti. Nega? Firibgarlar deb o'ylayapsanmi? Ha, bular moshennik buvijon, moshennik. Nega? Mana shu yashilgina ilovaga kirib, ana bu hozir nima edi? Xolmi, Lohmi. Voy. Siz aytishga olaman degunizcha, ular ma'lumotlaringizni yozib olishadi. Sal qoldi sizni loq qilishga. Buvijon bo'ldi, o'ylanmang. Shu aytganingizni bir ilovasidan buyurtma qilsakchi. App Store yoki Play Market ilovasiga kirib yuklab olsak bo'ladi. Voy, oson-ku. Voy, xudamdan nima kam joyim bor o'zi. Iye, bunga farqi yo'q. Uni istalgan joyda mashinliklar aldab ketishi mumkin. Shichamde. Umrimda bir marta moshennikka aldangan edim. U ham 42 yil oldin edi. Iye, 42 yil oldin menga turmushga chiqqansan, esingda yo'qmi?